Xo'sh, test necha ekanlik? Test 3 ekanlik. Tahlilni ko'ramiz. Qani ketdik. Birinchisida mana bu bisektrist, ya'ni bu ikkalasi bir-biriga teng, bu ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, SOY burchagini, ya'ni SOY, ya'ni mana burchagini so'rayapti. Nima qilamiz Hasanboy? X deymiz, buni Y deymiz. Shunda 2x plus 2y imiz bu 180 ni beradi. 180 gradus beradi. Demak, x plus y nimaga teng? 90 gradusga teng. Aynan o'sha bizdan so'ralyapti. Ya'ni 90 gradus. Barvadimmi, kattalashmadimmi? Okey. Ketdik. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolda nima qilamiz? SOF ni topish kerak ekan. Qaranglar, mana bir xil bo'lsa-chi, bir xil bo'lsa x, y deb ketaveramiz. X dedik, buni ham x dedik. Buni y dedik. Shunda hammasini qo'shsak jami nimani beradi? 2x 40 va 2y imiz bu bizga 180 gradus beradi. Demak, x plus y ni topmoqchi bo'lsam men 180 dan 40 ga ayiramanmi? Necha bo'ladi? 140 bo'ladi. 2 ga bo'lsam 70 ekan, to'g'rimi? X plus y imiz 70 chiqdi. Endi bizga nimani so'rayapti? SOF ni mana. SOF so'rayapti. Ya'ni x 40 va y ni so'rayapti. Bizga demak x plus y va 40 kerak. X plus y imiz nimaga teng? 70. 70 ga 40 qo'shsak 110 gradus. Tushundingmi? Normal-ya? Okey, keyingisida. Bunda ham xuddi shu usuldan foydalanamiz. x, y dedik mana. Endi hammasini qo'shsam 2x, 2y plus 70 ni qo'shsam necha bo'ldi? 180 bo'ldi. Bundan x plus y ni bittada topish mumkin. Ya'ni 180 ni 70 ga ayiramiz va 2 ga bo'laveramiz. Necha bo'ladi? 55 gradus bo'ladi mana. Endi bizdan SOF ni yana xuddi shu burchakni so'ragan. SOF bitta x, bitta y va 70. Qo'shsak necha bo'ladi? Bitta x, bitta y va 70. 125 gradus ekan. Tamam. Undan keyingisi, to'rtinchisi. Tushundingizlar? 3 ga. 3 ga tushundingmi? Endi nima qilamiz? D1 bilan D2 parallellik sharti muhim bo'ldi. Agar bular bir-biriga parallel bo'lsa, D1 bilan D2, u holda bular ichki almashinuvchi burchak hisoblanadi. Bular nima bo'ladi? Bir-biriga teng bo'ladi. 2x minus 15 gradusimiz teng bo'ladi x plus 30 ga. Va x ni bu tarafga o'tkazamiz minus qilib. 2x minus x teng 30 minus 15 bo'ladi. Buni Al-Xorazmiy aytgan. X teng 45 gradus ekan deymiz. Kelishdimi? Tamam. Endi 5-misol. 5-misolda ham D1 bilan D2, D3 bilan D4 alohida nima ekan? Parallel ekan. Nima qilamiz unda? Bu 50 bo'lsa, parallelligidan men bu ham 50ligini bilamanmi? Bular bir tomonlama burchaklar hisoblanadi-ku. Ular o'zaro teng bo'ladi. Bu 50 bo'ladi. Bu 50 bo'lsa, D3 bilan D4 parallelligidan alfani ham 50 ekanligini aytish mumkin. Tushunarli? Zo'r. Endi bu bilan mana bu parallel ekan. Aytgan-ku, YF bilan BS parallel. U holda mana bu 70 bo'lsa, mana bu ham 70 bo'ladi. Demak, bu yertamiz 70 gradus bo'ladi. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklarda. Bu yoqdan 40 bo'lsa, alfamizdan nima chiqadi? 40 chiqadi. Demak, bizdan beta minus alfani so'ragan-ku. 70 minus 40 so'ragan. Demak, значит, bu 30 gradus bo'ladi. Tamam. 7-misol. 7-misolda nima deymiz? Mana bu alfa bo'lsa, mana bu joy ham alfa bo'ladimi? Ichki almashinuvchidan alfa bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, endi vertikalligidan bu alfa bo'ladimi? Ikkita vertikal burchaklar o'zaro teng, alfa bo'ladi. Alfa bilan 50 mos burchaklar deyiladi. Alfaga 50 ni qo'shadigan bo'lsam 180 gradusga teng. Bundan alfani 130 gradus ekanini ayta olaman. Faqatgina mana bu shartlar bajarilsa, ya'ni parallel bo'lsa, hamma to'g'risida emas. Tushunarli? Ketdik. 8-misol. 8-misolda nima qilamiz? 100, 140 va alfani qo'shsak nechini berardi, Hasanboy? Necha edi? 360 ni beradi. To'g'ri. Endi bundan alfani topadigan bo'lsak, 360 dan ayiramiz 140 dan. Necha bo'ladi alfamiz? 220 gradus chiqadi. Tamam. Xo'sh, 9-misolga keldik. 9-misolda mana bu chiziqni o'tkazishni o'zi yetarli bo'ladi. Bunday o'tkazsak, bu parallel bo'ladi bularga. Okey? Parallelligidan mana 30 bo'lsa, bu necha bo'ladi? 30 bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchaklar. Bu 30 bo'lsa, 110 ni qolgan necha bo'ladi? Necha qoladi 30 olib tashlasak? 80 mi? 80 qolsa kerak. 80 ga alfani qo'shsak endi mana berardi bular mos burchaklar 180 ni beradi. Demak, alfamiz necha ekan? 100 gradus ekan. Yoki mana bu yoqni topib, 150 ku, to'g'rimi?
150, 100 alfani qo'shsa 360 deb ishlasa ham bo'ladi. Muammosi yo'q. Ketdik bunisida endi. Bu 60 bo'lsa qaranglar. Mana bu necha bo'ladi o'sha? 60 ga mos bo'lgan burchak. Ya'ni qo'shsa 180 chiqish kerak-ku. 120. 120 bo'ladigan bo'lsa, bu necha? Har bittasi 60 dan bo'ladi, to'g'rimi? 60 bir xil teng debdi-yu. 60 60 bo'ladi. Okey, bu 60 bo'lsa, endi unga mos bo'lgan burchak necha bo'lardi? Mos bo'lgan burchak necha bo'lardi? Alfa plus 60 180 ga teng. 120 da. Alfani topsak 120 chiqadi. Tamom. Keyingisida nima qilamiz? Qaranglar, mana bu burchak bilan mana bu burchak o'zaro teng bo'ladi. Nima sababdan? Chunki u nechkan mana shuning uchun. 2 alfa teng bo'ladi 50 gradusga. Bundan alfani topadirgan bo'lsak 25 gradus chiqadi. Endi bizga nimani so'ragan? BCD burchagini. Qani BCD? BCD burchak. Ya'ni mana bu burchakni so'raydi. Uning uchun biz mana buni общий bo'lishimiz kerak. Общий necha bo'ladi? 3 ta alfamiz necha chiqdi o'zi? 25 bo'lsa, 3 alfa necha chiqadi? 3 alfa 75 bo'ladi. Mana 75 ga mos bo'lgan burchak x deb olaylik shuni. X plus 75 bu 180 bo'lishi kerak. Bundan x ni topadirgan bo'lsak, 180 75 105 gradus deymiz. Bo'ldi, tamom. Keyingi misol. Keyingisida nima qilamiz? 100 dan foydalanamiz. 100 bo'lsa, unga mos bo'lgan burchak necha bo'ladi? 180 chiqish kerak-ku, ha? 80 bo'ladi. Tushundingizmi? Okey. Bu 80 bo'lsa, bunisi ham 80 bo'ladimi? Teng-ku ikkalasi. Endi общий necha bo'ldi? 160 bo'ldi. Endi 160 ga mos bo'lgan burchak kerak menga. Alfa plus 160 bu 180 ni berish kerak. Xo'p, bundan alfani topadirgan bo'lsak 20 gradusga. Tamom. Faqatgina mana bu uchalasi parallel bo'lganda bajariladi. O'shanga e'tibor berish kerak. Keyingisi, aytdik bu xuddi yurak urishiga o'xshaydi dedikda, keyin bunga nima qilamiz dedik? Parallel bundoq o'tkazamiz dedik. O'zimizdan chizib, mana bularni ham davom ettiramiz dedik. Davom ettiramiz. Endi bizga alfa kerakmi? Qaranglar, mana bu joyni bu joy topmasdan mana bu mos bo'lgan burchak 140 ga mos bo'lgan burchak necha bo'ladi? 180 dan ayiramiz. 40 bo'ldi. Endi 80 ga mos bo'lgan burchakchi 100 bo'ladi. Endi 100, 40 va alfani qo'shsak 180 chiqishi kerak. Alfa plus 140 teng 180 gradus bo'lishi kerak. Bundan alfani topadigan bo'lsak 40 gradus ekanmiz. Tushunarli, zo'ra? Maza. Bunda ham xuddi shundan foydalanamiz. Bundoq o'tkazamiz. Va yomon bo'ldi. Bundoq qilamanda boshqa o'tkazaman. Sal teparoq o'tkazing. Ana. Endi bu 100 bo'lsa, unga mos bo'lgan burchak 80 mana. Bu 80 bo'lsa, 70 bo'lsa, 80 ga 70 qo'shsak 150 mi? Va alfa bilan teng bo'larmidi o'zi shu? Chunki bunda davom ettirsak parallel. Alfa demak 150 gradus. Oson ekan. Endi bundachi? Bunda ham xuddi shunday qilamiz. Bundoq qilamiz. Chiziq o'tkazib olamiz. Shunda mana bu joyimiz necha bo'ladi? Yoki bu kerak emas bizga. Mana buni topsak bo'ladi. Bu 100 ligida, bu ham общий 100 bo'ladi mana. Bu 145 bo'lsa, unga mos bo'lgan burchak 145 bo'lsa, 35 mi? 180 dan ayramizda 35 chiqdi mana. 35 ga 100 ni qo'shsak alfani beradi. Alfa demak 135 gradus ekan. Yoki bundoq qilsa ham bo'ladi o'zi. Buni davom ettirib, mana bu nechaga teng? 35 ha? 35. 35 bilan 100 ni qo'shsa, mana shu alfani beradi. Bunaqa qoida ham bor. Ikkinchi usulda ham ishlasangiz bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Bunda ham o'sha parallel chiziq o'tkazamiz o'zimizdan. Mana zo'r bo'ldi. Endi bu 100 bo'lsa, unga mos bo'lgan burchak общий necha bo'lishi kerak edi? Общий 140 bo'lishi kerak. Yo'q, 100 bo'lsa u 80 bo'lmaydimi? 80 bo'ladi. Hasanboy oldaysan ey. 80 bo'lsa, bu 40 bo'lsa, qolgani necha bo'ladi? Общий 80 bo'ldi-yu, qolgani 40 bo'ladi. To'g'rimi? 40 ga 40 80 bo'ladi shunda. 40 bilan alfa bu mos bo'lgan burchaklar. Alfaga 40 ni qo'shsa nimani berish kerak? 180 gradusni berish kerak. Alfamiz nima chiqadi shunda? 140 chiqadi mana. Yana boshqa usuli bormi ekan? Qidirib ko'rish kerak. Paka, buni davom ettirsa mumkin ekan. Ham 40 ligidan buni 40 ligini, keyin qo'shni burchakda bunisini 140 ni ham topish mumkin ekan. Tamom, shu bilan test 3 yakunlandi.